Assalomu alaykum. Yana bir marta yangi tongdan havo sovuq va yomg'irli. Mana zontik bilan chiqdim. Yuzimga bugun qip-qizargan allergiya bilan uyg'ondim. Kecha kechqurun nafsim Xiaomi chips yegandim. Bolalar bilan kino ko'rdikda kechqurun. O'sha chipsni zararli asoratlari ertalab yuzimda ko'rindi. Xullas, bugun oy jamolimni ko'rmaysizlar. Rosa oy jamolda o'zi ham. Manzarani ko'rsatib keting. Yomg'irli, qop-qorong'i havo bo'lsa ham chiroyli deb baribir shu yerda. Oyog'imdagi o'lsin o'zsa sirpanchiq. Mana bu Galata Port Targovut Center yangi ochilgan. O'sa chiroyli. Istanbulga kelsanglar, обязательно kirib o'tinglar, sohilda joylashgan. Hamma yaxshi markalar bor u yoqda. Qidirgan narsalarni ko'pini topa olasizlar. Turistik zonada joylashganda ko'pchilik kelganda anaqaga boradi, historiyaga boradi, Javohirga boradi. Bu yerda ham spiskalarga qo'shib qo'yinglar. Sizlarga har kelganda lokatsiya beryapman. Bugun meni Zaynab Nurim 7 ga to'ldi. Masalan, meni Quyoncham. Men yo'lni nari betiga o'tib olaman, chunki o anta sirpanchiq. Sirpanib ketmang. O anta bitta restoran bor. Ko'rsatib ketaman. Mana bu Filizlar degan restoran bor. Anaqa bilan qisqalasi bilan to'g'ri. Bu yerga nozik mehmonlar bilan kelsanglar bo'ladi. Lokatsiyasini topish ham oson. Ustidan to'g'ri tushasizlar. 5 minut tursanglar. Filizlar koftachisi, buni koftalari ham rosa yaxshi. Ertalab nonushtasi ham rosa zo'r. Mazza qilib butun Istanbulda dengizli manzarasini tomosha qilib, qisqalasini tomosha qilib, ovqatlansanglar bo'ladi. Zo'r lokatsiya. Manzarani buzayotgan mana bu musimlikdan gapirmasak, manzara juda ham chiroyli. Mana bu nostalgiyga o'xshagan minibus. Anta o'sha Kadıköyga ketadigan, adalarga ketadigan, ya'ni ostrovlarga, Ostrova demoqchi edim. Ostrovlarga ketadigan kemalar o'tadi. Mana ketishyapti. Albatta. Rosa chiroyli, mashallah. Insonni qarab ko'zi to'ymaydi boru. Вообще yetti uxlab ham tushimga kirmagan. Shunaqa joylarda yashasham. Bir paytlarda endi aytaman. Birov gapirsa, qonun ketganman, bildim ya'ni bir 25 yil oldin o'tib shunaqa desa, Istanbulda yashasam, eng zo'r joyda yashasam desa. Nasib et. Cholim keldilar. Tushim pastga dedim. Ozgina bu narsadan shug'ullaning. Qoningiz erib desam ketyaptilar. Qanchalik erib kim qorincham. Sağ ol. Hadi bakalım. Göbeği erit. Herkes manzaraya karşı yapıyor. Sen de tersine ya. Heyecan. Herkes Mersin'e, Adnan tersine. Evet. Harbiden bura güzelmiş ya. Duvardan daha iyi. Ben bunu zor yapıyorum ya. Evet. Ben bunu zor yapıyorum. 10 tane ancak. Anladık tamam. Bir de biraz kadar. Hani bunu kullanlar bitiyor. Maşallah. Burada da şey yapıyorsun şimdi. Ayağını şuraya geçiriyorsun. Evet. Arkasına geçiriyorum. O çok basit ya. Evet. Evet. Ama tam kaldıracaksın. Bir de bu kendi gibi. Evet. Ses belli olursun. Ricadım ya. Aklım bir şey. Tehlike. Aklım bir şey. Yuzim bir ajoyib allergiya bo'ladi borib. Faqat mana shu ko'rinadigan qism bo'ladi. Mana bu hech narsa yo'qda. Mana bu bor. Mana shunaqa ko'rinadigan qism faqat bo'ladi. Ertalab ko'zlarimga chanqizib ketgan edi, ko'zlarim ichigacha. O'zi ozgina o'tdi. Sovuq suvda yudim. Kelgandan keyin krem ham surib oldim. No, sariqlik hali ham bor.